2025-yil 21-may sanasiga ko'rib turganlaring Giant Red gilosi. E'tibor berib ko'ringlar mana. 34 da turibdi. 34 mana. 32. Yaqinroqdan ko'rsating. 35 kalibrda mana. Bunisi mana. Bunisi ham ko'ringlar. 35 kalibrda. Bu eng yirigi. Aksariyat holatda ko'pi 30-32 kalibr bo'ladi do'stlar mana. Yaqinroqdan ko'rsating. Mana shu olaylik mana. 30 kalibr. Ha, do'stlar. 30-32 kalibrda qo'yishimiz mumkin mana 30-32 kalibrda bo'ladi. Gilosning ko'rinishi yong'oqdek, ya'ni e'tibor beringlar, bir xilda bo'lgan, kalibri juda ham yirik. Rangi mana, rangi qip-qizil mana. Qip-qizil holatda bu Giant Red gilosi qizaradi, qip-qizil bo'ladi. Hosiliga olgan hosiliga baho berasizlar. 5 yoshda. Bunisi qilgan desalaring mana bunisiga ham e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Hosildorlik bo'yicha juda ham baland mana. Mevani yirikligi. Mana e'tibor berib ko'ringlar, juda ham yirik meva. Do'stlar, bu Giant Red gilosi o'zini o'zi oson changlatadi. Changlatuvchi bilan ekilganda juda ham zo'r effekt beradi. Changlatuvchi kalibri yirikroq gilosdan foydalanish kerak bo'ladi do'stlar. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94lik 139 3339 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar do'stlar. Zak joylarda tagi qora gilosda ekiladi, kam suv bo'lgan joylarda tagi cheramuxada ekiladi. Bizda xuddi shu holatdagi ko'chatlar mavjud. Videolarga like bosamiz. Giloslarga обязательно like bosinglar. Bu Giant Red giloslari pishib yetildi akalar. Hozir Giant Red gilosiga men orqali yeb mevasiga baho beramiz do'stlar. Mana Bismillahirrohmanirrohim. To'liq pishmagan holatda, lekin juda ham shirin. Shakar moddasi juda ham ko'p. Po'sti ham juda ham qalin. Eksportga juda ham zo'r bo'ladi. Chidamli, yaroqligi juda baland, chunki davleniyasi baland. Meva og'ir meva, ichi to'la niq. Do'stlar, buni hozirgi kunda ko'pchilikka yoqmayotgan joyi bor. Qo'shag'i ko'p bo'lyapti dedi. Yaqinroqdan ko'rsating. Qo'shag'i bo'ladi, lekin mana bitta, ikkita teng bo'ladi ko'proq. Mana bu tomonlarda qo'shag'i juda ham kam. Mana bitta ikkita kuzatilinadi, lekin u hech qanday zarari yo'q. Bu qo'shag'ini turgan joyida olib tashlab bag'ini sotsangiz ham o'zi sizga normalniy daromad beradi. Do'stlar, buni ekishlarni tavsiya qilaman. O'zbekistonda barcha hududida bo'ladi. Joy tanlamaydi. Asosiysi kalibri juda ham yirik bo'ladi. Mazasi juda ham shirin, ham rangi mana ko'rsating qip-qizil mana qorayishni boshlagan mana. Qorayishni boshlagan, qora qizil bo'lib ketadi. Ko'pchilik buni rangi qizaradimi, qizarmaydimi so'rayapti. Bu qizaradi, bu qip-qizil bo'ladi. Mana qizarishni boshlagan, qorayishni boshlagan, qizarish emas, mana qorayishni boshlagan do'stlar. Asosiysi juda ham shirin va eksport uchun juda ham yaroqli. Do'stlar, mevalarga bittadan like bosamiz. Ta'mi ham yeb ko'ringlar, eng kalibri yirik bo'ladi. Ta'mini ham bozorlardan olib yeb ko'ringlar. Agar eng shirin gilos do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar.